Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi melikil azizil vehhab el kerimil rahimit tevvab maliki yevmil cezai vel hisabe. غافر ذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الخلصة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاهد في المجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الهمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشر والاحتساب وعلى الإمام أحلامه أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة وعلى الإمام الهمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرليل وفي أسد الله ملك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve aleyhi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstiğfar kulu ise nişan yağmur yağmur nişik yağmur yağsın için esa şer'e kerek degan bunga va'z. İstiğfar kulu o Allah Teala'dan g'afur so'rov degan endi. Kishilar endi sinovlardan emin bo'luvni ham tinch yashashni tilaylar degan. Har bir kishi tili emin bo'luvi ham tinch yashashni. Ama nesa şer'e kerek, şuşa tinch yashar için nesa kerek sinovlardan emin bo'lsin için. İslam dininde o istiğfar bilan beyli degan. İstiğfar Allah Teala'dan g'afur so'rov. İstiğfar bilan gunohlar ham xatolar kechirilar degan endi istiğfar bilan gunohlar kechirilar, ham bizning xatolarimiz kechirilar. Ham rizqqa barakat ina degan. Mana Allah Teala'dan g'afur so'rov bilan gunohlar kechirilar, xatolar ham bizning rizqimizga barakat kelar. Allah Subhanahu Teala ayta: "Ve ma kana Allahu liyu'azzibahum ve ente fihim. Ve ma kana Allahu mu'azzibahum ve hum yestagfirun." Oralarından sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bo'lganda ham gunohlari için o'tinib turganda da Allah Teala ularni g'azabga tortmas degan. Al-Anfal surasi 35-oyat. Şu oyatda Allah Teala ayta: "Oralarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bo'lganda ham gunohlardan g'afur so'raganda" degan. Allah Teala şu kishilarni g'azabga tortmas. Bunda ikki narsa keltirilgan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bo'luv, ikkinchisi endi o'tinib Allah Teala'dan g'afur so'rav. İbn Gambas aytdi. İbn Gambas o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabası ham o zamanda bo'lgan bir zo'r g'alim. İbn Gambas aytdi, onlarda iminlik shig'anağı var idi. Allah'ın peygamberi ham gunohlarni g'afur etini so'rav. Ammo Allah'ın peygamberi indi oradan ketdi. Allah'tan gunohlarni g'afur etini so'rav, qiyomat kuni xatli qolashaq degan. İbn Gambas şöyle deb aytgan, orada indi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ketdi, o shig'anaq yo'q. Ammo Allah Teala'dan g'afur so'rav shig'anag'i bor dedi. Hamul dünya bitkençe bulaşak dedi. Abu Musa al-Ash'ari şulay yok. Zor sahaba. Bizde gazaptan saklavuşu iki iminlik var idi degan. Onun birisi bizning aramızda indi o Allah'ın işisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi bizim bilen kaldı o Allah'tan günahları g'afur etini so'rav degan. Eğer de o da yo'qqa chiqsa biz halak bo'lashaqmiz. Abu Musa al-Ash'ari aytgan iki narsa bor bizning iminlik shig'anag'i u endi Allohdan g'afur so'rab ham Muhammed sallallohu alayhi vasallam endi ketdi, ammo Allohdan g'afur so'rav bizning bilan bor qiyomat kuni xatli. Ham u da ketsa degan biz halak bo'lamiz degan. Allah Teala aytadi: "Vastagfirulloh innalloha g'afurur rahim." Al-Baqara surasi 199-oyat.
Allah'tan günahlarını gafur itini sorağız. Dürüstlükte Allah gafur ituşi rahimli zat degan. Şuşa ayette de Allah Teala'nın emri ile Allah'tan gafur itini sorağız degan. Allah Teala gafur ituşi. İstiğfarның asıl ma'nası biz Allah'tan gafur soruyoruz til bilen, yürek bilen de biz Allah Teala'dan gafur soruyoruz. Hem onun iş şartı var. Allah Teala bizning günahlarımızın gafur etsin için bunun iş şartı var. Hem dörtüncüsü de var edi. Birinci şartı indi günahtan to'xtav. İkinci şartı o'kinu. Üçüncü şartı bu şuşa günahga qaytmayım deyip o'z o'zingga so'z beru. Şul vaqtda gana bu istiğfar bo'lib sanalar. Şul vaqtda Allah Teala gafur etuni bizni qabul etadi, tavbani qabul etadi. Birincisi günahdan to'xtav, ikincisi o'kinib Allohdan gafur so'rav, uchinchisi endi butun bu gunohga qaytmayman deb o'z o'zingga so'z beru. Dörtüncüsü bor edi. Dörtüncüsü kishi bilan bog'liq. Agarda bir kishiga sen ziyon keltirding ekan, uni ranjitding ekan, uni o'sha kishi yoniga borib gafur so'rav. Agarda molni tortib olding ekan, molni o'g'irlading ekan, onlar o'sha molni geri qaytaruv. Şul vaqtda şuşa günahın senin kişiridi. Agarda senin bizim günahlarımız kişirilmey qalsa, bizim o qabrga ketsek, bizga g'azablanarga to'g'ri kelishak qabrda Alloh saqlasin. Qabrda g'azab qotirroq bu dunyoga qaraganda. Shuning uchun Alloh Taolo qo'y bir kishilarga bu dunyoda o'q sinov berib qola, ne uchun? Gunohlar sababli gunohdan to'xtasin deb, Allohga qaytsin deb. Agarda u Alloh ishlamasa, tegi dunyoga u gunohlar bilan ketib boradi. Men uni sizga siyladim, tam bir siylab otam. Tegi bir rayonda bo'lganda, muslim rayonda bo'lganda bir bobay indi masjidga har vaqtida bo'lishib yurdi. Har vaqtida masjidni qarab yurdi. O'sha bobay solarga yaratdi indi. Bir vaqt u o'ris tinda yotdi 7 oy bo'yi. Men onun yonuna keldim, nishab meni Alloh g'azablaydi, men bit endi izgilik qildim deydi. Men aytam, Alloh Taolo biroz seni shistarta gunohlardan shusha sening o'rin ustida yotuvi, Alloh Taolo sening gunohlaring shistarta. Tegi dunyoga Alloh Taolo tili seni shistartib, shista bo'lib chiqun. Shuning uchun agarda biz izgilik qilamiz ekan, bizga bala qazo kelar ekan, u bizning uchun foydali. Bizning shuning orqali gunohlarimiz kechiriladi. Şunun orqali bizning savobimiz ortadi. Avurtamiz, banista yotamizmi, ili bala qazo keldimi? Agarda biz namoz o'qishib, izgilik qilish ekan bizning Alloh taolo shuni orqasini, bizning shuni orqali gunohlarimiz kechiriladi inshaalloh. Mana tag'in bir qo'ytamiz shu shortga, ish short bor deganligini gunohdan to'xtarga kerak. Masalan, bir kishi gunoh qila ekan, uni Allohdan g'afur so'raydi. Masalan, xamir ishami, ili boshqami? Allohdan g'afur so'raydi, to'xtamaydi. Bu vaqtda Alloh taolo uni g'afur etmaydi. Gunohdan birinchi to'xtarga kerak. Onları Allah'tan gafur so'rash kerak. Masalan, gunohdan to'xtadi ekan. Allohdan g'afur so'ramadi. Bu da tavba bo'lib sanalmaydi. Masalan, aroq ichidan to'xtadi, ne sababli boshqalar vrash etganlar, sen hozir o'lib ketasan ham boshqa. Shu sababli to'xtadi, Allohdan g'afur so'ramadi. Allohdan g'afur so'ramagach, Alloh taoloni qabul etmaydi. Allohdan g'afur so'rash kerak. Uchinchi sharti, butun bu gunohga qo'ymayman deb o'z o'zingga so'z beru. Şul vaqtda gana şuşa bizning gunohlarimiz kechiriladi inshaalloh. Agarda kishi doimiy ravishda istiğfar qilsa, Allohdan g'afur so'rasa, Alloh taolo unga xayrli narsalar beradi, mol mulkatini barakat indiradi, hamoni bala qazolardan saqlaydi. Mana agarda kishi Alloh taolodan har vaqtda Alloh taolodan g'afur so'rasa, astag'firullah deb, Alloh taolo unga xayrli narsalar beradi, mol mulkatini barakat beradi, ham bala qazolardan saqlaydi degan. Alloh taolo Qur'onda Nuh payg'ambarning so'zlarini keltirib shulay deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nuh surasi 10-11-oyat. Allah Teala Kur'an'da aytadi, men Nuh aytdim. Bu Nuh payg'ambar o'zining qavmine. Rabbimizdan gunohlarni g'afur etishini so'raymiz.
Desek de o gafur ituşi. Eğer de onun günahlarını gafur itini sorasanız o sizge kökten daimi yağmur yağdırır. Qaragız, bizim mümkün yağmur yağmay. Mene Allah temanda bizge nese kitire. Yağmur yağsın için Allah'tan gafur sorav kereyken. Boylıklar hem bolalar birleşek. Mene Allah'tan gafur sorasak Allah'ta boylıklar hem bolalar birleşek. Boğşalar üstüreşek. Hem yılgalarını dışı su bilen temin etecek. Nuh surası 10-12 ayetlerde Allah taşlay deb aytadi. Tamam qaytib şu ayetke Allah Teala ayta Rabbimizden günahlarını gafur etini sorağız degan. Desek o gafur etişi. Eğer de onun günahlarını gafur etini sorasanız o sizge kökten daimi yağmur yağdıracak. Bir vakit bir hazret aytgan edi. Bir şehirde, Elmet şehirde indi tegi 10. yılda Allah Teala'dan yağmur sorağa çıkkanlar 100 kişi. Yağmur soraganlar ama yağmur o vakitte yağışmasan yağmadı bu ay. Hazret ayta 100 kişi diye Allah'tan yağmur sorağa çıktı diye. Bütün Elmet ara kişi biriydi. Koyamında Allah da yağmur bilsin dedi. Eğer de hatta bir yorta Elmet çıksaydı, yorta şehir çıksa, şu olmasa mümkün olur yağmur yağı. Onun için yağmur yağı o Allah'ın kolundan. Allah da tabiatını koydu raspисание bilen. Kıyaşның özünün raspисаниесі var, özünün raspисаниесі bilen o her vakitte yeri. Bir minutka da, bir sekundka da, sonra da kalmay, iterek de çıkmay, hem bir minutka da, bir sekundka da, sonarak da batmay, iterek de batmay. Ama yağmurunu Allah da koydu kişilerge beyleyindi. Kişilerin günahlarına sebepli, yeyse o izgilikler sebepli. İzgilikleri artsa, günahlar kimese Allah da yağmur bire. Onun için Allah da yağmur bire, kişiler günahlı, Allah da var yağmur bire. Bunlar cevap Muhammed Peygamber sallallahu etti. Bu kır hayvanlar sebepli değil. Eğer de kır hayvanlar bulmasaydı, Allah Teala kişilerin günahları sebepli değil, Allah da yağmurunu bilmesiydi. Şunun için eğer de günahlar kılalar iken kişiler yağmur yava, bu hayvanlar sebepli, Allah da yağmur bireyken. Kişiler sebepli değil. Yağmur bulsun için gerek, kuvvetip halıp, gafur sorarga. Kuvvetip Allah'a koytarga, meşitke killerge, namazga basarga. Şu vaxtını Allah Teala yağmur bire, şu vaxtını Allah Teala bereket bire, şu vaxtını Allah Teala bağlar da bire inşallah Teala. Subhaneke ve bihamdik, eşhedü ve la ilahe illallah, estağfiruke ve etûbü ileyk ve semi'u dua. Bismillahirrahmanirrahim. Vazımını ahırı 5 minut kaldı, bunda söyle bitirem. Şimdi mene aytdım endi Allah Teala'dan gafur soraga kerak. Nişik biz gafur soraga kerak, nişik biz Allah Teala qaytarga kerak. Ko'p kishi uni holib bilmay, meni mitini gunohlarim yo'q deb ayta, mitini kishi aybiran tiymim. Manda qaytarga kerak Qur'onga. Ne için kishi shulay deb ayta? Chunki Qur'on o'qimay kishi. Chunki Qur'onni bilmay kishi. O'qisa da kelmay uni, Qur'on bo'yicha turasa da kelmay, o'zi nishik yashasa kelar shu aytib yashaydi. Yonlar Allah Teala bir vakit anar bir bela qolsa bire. Bilmese indi tegi dünyada bire. Şunun için bu dünya Allah Teala'nın kanuna kilengen. Şu kanunga bosaymayken o anar bela qolsa kileşek. Ama halaqtul cinne ve insa illa bunu Allah Teala ayta men jinleri ham kishilarni baraka ketirdim, yana g'iybat qilsinlar ishingda deydi. Az-Zariyat surasi 56-oyat. Allah Teala bizga ayta g'iybat qilra kerak deydi. Namaz o'qirga kerak deydi, ro'za tuturga kerak deydi. Mana nishi men sizni baraka ketirdim deydi. Ya eyyuhun nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ey kishilar, Robbingizga g'iybat qilg'iz deydi. Khalaqakum alladhi min qablikum. U bekina sizni baraka ketirdi, sizga har kishilarni baraka ketirdi deydi. La'allakum tattaqun. Balki siz Allohdan qo'rqirsiz deydi. Endi g'iybatlarning asli bo'lib sanalan namoz. Kishi shu namozga endi e'tibor bermay, namoz o'qimovchi endi o'li men gunohsiz deb, ammo namoz o'zidan o'zi bir zo'r gunoh bo'lib sanalar. Kunda 5 vaqt namoz qo'yilgan. Biz kunda 5 vaqt namoz o'qib Alloh taolaga shukr etirga tegish.
Ertangi namoz bilan ila namozga xatli shu vaqtda senga Alloh taolodan ko'pmi ne'mat keladi. Biz uni sanab bitira olmaymiz. Ila namozdan olib ikindi xatli bizga Alloh taolo ko'p ne'matlar berib turadi. Biz uni anab bitira olmaymiz. Biz shu namoz o'qib Alloh taologa shukr etamiz. Rahmatlar aytamiz. Shuning bilan biz Allohga rahmat aytib, Alloh taolo bizga barakatlarini beradi. Agarda kishi shu 5 vaqt namoz o'qimay ekan, u Allohga shukr etmaydi. Shu sababli angar bala qazolar keladi. Shu sababli angar bala qazolar keladi. Endi kimningdir ayta, meni vaqtim namoz o'qira yo'q deb bir hadisni keltirasi keladi. Alloh taolo aytadi, ey odam bolasi, o'z vaqtingni menga ibodat qilib bag'ishla. Ko'nglingni boylik hissi bilan tutirman deydi. Ham seni faqir bo'lishdan to'xtatirman. Agarda sen menga ibodat qilmasan, ikki qo'lingni ish bilan tutirman, ham seni faqir bo'lishdan to'xtatmam. Mana kishi ayta, namoz o'qira vaqtim yo'q, ne sababli ish? Mana, пожалуйста, Allohga ibodat qilmasin ekan, пожалуйста, mana senga ish Alloh taolo aytadi. No faqir bo'lgan to'xtatmam deydi. Da u mosh boyirga, no ko'ngli faqir. U tili ko'brak, no ko'ngli faqir. U onun bilan tege mesela lezzet topmay, onun bilan rahatlik topmay, shundan u baxtsizlik, baxt bo'ladi. Baxt u qo'yda u imonni Alloh taolo qo'shgan o'tavda. Shu vaqtini Alloh taolo barakatini beradi inshaalloh taolo. Eton bir hadis, ey odam bolasi, men seni o'zimga g'ibodat qilish uchun baraka keltirdim. Shunga ko'ra o'ynab yurma. Seni rizqlandirishni men o'zi istamay oldim. Shunga ko'ra rizq ortidan shovub intikma. Meni izla, ham sen meni toparsan. Agarda sen meni topsan, butun narsani topgan bo'larsan. Agarda sen meni shitda qoldirsan, butun narsani yo'qotgan bo'larsan. Ham men sening uchun butun narsadan da suyuklar bo'larga tegish degan. Agarda Alloh taolani biz yo'qotsak, biz butun narsani yo'qotamiz. Agarda biz Allohni topsak, yo'q, Alloh taolo bizga butun yerda yordam etadi. Bu dunyoda, tega dunyoda inshaalloh. Subhanaka va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من غد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغنى من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وحفظ من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة